Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Mana bugun men bolajonlarimiz uchun, ya'ni bog'cha yoshidagi, o'rta yoshda bo'lgan bolajonlar uchun ajoyib bir didaktik o'yin tayyorlab sizlarga ko'rsatmoqchiman. Tayyorlagan edim, shuni sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchiman. Xo'sh, bu nima uchun kerak? Bu bolani mayda qo'l motorikasi orqali miyasini yaxshi rivojlanishi uchun, nutqida nuqsoni bo'lgan bolajonlarni tezroq so'zlashuviga kirishi uchun, muloqotga kirishi uchun va ranglarni ajrata bilishi uchun qolaversa, o'zi mustaqil oyoq kiyimlarini yoki kiyimlaridagi mana bunday shnurchalarni, ya'ni ipchalarni bemalol qadab o'tkazib kiyilishlari uchun juda ham ajoyib o'yin. Bu albatta 3-4 yoshdagi bolajonlar uchun juda ham muhim va kerakli bo'lgan o'yin. Bu uchun aziz onajonlar, sizlardan ko'p vaqt, ko'p xarajat talab qilmaydi. Oddiy kompyuterxonaga borasiz, mana shunday o'yinlar chiqarib, ilk qadar laminatlasangiz, mana bu ko'proq vaqtga yetadi. Xo'sh, keyin nima qilasiz? Mana bunday oddiy, bu hamma do'konlarda, aynan shunaqa narsalar sotiladigan do'konlarda bor. Bu ipchalarimiz bemalol 1 metr, yarim metr sotib olib, mana bunday bolaga shu teshikchalardan o'tkazishga yordamlashadigan ajoyib bir o'yin. Bu orqali bola har kuni shug'ullanib tursa, mana bu qo'llari ham bu barmoqlarda joylashgan mayda qo'l motorikasini rivojlantiradigan mana shu signallar yaxshi ishlashni boshlaydi. Miyaga yaxshigina ozuqa bo'lib yetib boradi va shu asosda bola o'zini kiyimlarini bemalol qadab iplarini o'tkazib olishiga yordam beradi. Mana hozir endi men sizlarga qanaqa variantlarda qilish mumkinligini ko'rsatib o'tiraman. Mana bu klubnikacha, bu baliqcha, bu rang tarafdan ham o'ziga jalb qiladi. Mana o'g'lim, 4 yoshli o'g'lim shunaqa qiziqib, mana shunday qilib o'tkazib chiqibdi. Bunga albatta opachasi ham yordamlashgan. Mana qarang, ham rang ajratadi, ham bu forma, ya'ni nima deydi, shakllarni aniqlashdi. Ya'ni bu qanaqa shaklda, masalan, bu romb shaklida bo'lishi mumkin yoki oval, sariq rangda, xo'sh, keyin mana bu qizil rangda, mana bemalol o'zlari o'tkazib, siz vaqtingizni ham olib yoki juda ortiqcha savollar bermay, ba'zida mana shunday o'yinlarga siz vaqtingiz kam bo'lgan paytda bolajoningizga ko'pgina qilib taxlab bersangiz, mana shunaqa qilib o'zi vaqtini unumli va foydali mazza qilib o'tkazadi. Sizlarga ham shunaqa bolajonlaringizga o'yinlar yasab taxlab berishingizni tavsiya qilaman. Agar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang. Bundan ham qiziqarli o'yinlar va har xil ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilaman. Salomat bo'linglar.